Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimiz veloskuter. Bunga prava talab qilinmaydi. Bu modelimiz Bonvi 84 modeli. Internetda izlab ko'rsangiz bo'ladi. 4 million deyilyapti Uzum marketda. Men o'zim bozordan 3,8 ga oldim. Narxi. Endi buni obzorni qilmoqchiman hozir. Ramalari bularni alyumin ram bo'ladi. Hamma narsa sifatli, pedallari yaxshi ekan. Men o'zimga yoqdi, lekin shundan keyin sizlarga ham tavsiya bermoqchiman. Bu veloskuterimizni olishni. Endi bilmayman, tormoz, lekin tormoz qattiq bo'shatib qo'ydim, lekin slayberroq tormoz ishlashi, diskviy tormoz oldida da bor, ortida shunaqa diskviy tormoz. Скоростной велосипед o'zi, скорости bor. Motoriga keladigan bo'lsak, 250 wattlik. Bunga prava so'ramaydi. Akkumulyatori bo'lsa, bu bir akkumulyator bilan hozirda 35 yurib ko'rdim. Uzog'i 35 km yetadi. 35 kilometrga bu yerda akkumulyator bo'ladi. Qo'shadigan knopkasi bu yerda miya kontrolleri bo'ladi. Bu yerda qulf bilan nimani akkumulyatorni bloklab qo'ysa bo'ladi. Zaryadkasini ko'radigan bo'lsak, hozir mana buni bosamiz. Undan keyin zaryadkasini ko'rsatadi. Bunda bu yerda gaz knopkasi bor. Bu o'shirib qo'shadigan bo'lsak, buni bosib turamiz. Bu yoqda tabloda yonadi. Tabloda yonadi. Bu yerda necha skorost? 2, 3, 4, 5 ga. 5-skorost bilan, lekin 30 ga chiqib ko'rdim. 5-skorost juda qattiq tez yuradigan, velosiped uchun juda qattiq tez yurish bu 5 bilan. O'zim sinab ko'rdim, lekin yaxshi yuradi. Menga yoqdi yurishi. Tormozi slayberroq lekin. Undan keyin skorosti solganda bor-ku. Hozir 7 ga solsangiz nimagadir spetsiyaga tegib qolyapti-da buni. Shu zavodda shunaqa chiqadimi, tushunmadim lekin. Pedali yengil, velosiped qilib haydasa ham bo'ladi. Tormozi bu yerda. Fari ham bor. Fari yaxshi yonadigan tunda. Yaxshi yoritadi, oldingi yaxshi ko'rinadi. Fari yaxshi ko'rinadi. Bu balon toplarda 28 lik balon. Обычный velosipedlarnikiday 28 lik balon ekan. Buni bir joyi bor ekan, signali yo'q, signal kelmadi olganda. Tormozi menga slayberroqday tuyuldi, lekin bilmayman boshqalarda qanaqa ekanini. Menga tormozi slayberroqday bo'ldi. Undan keyin ramasi alyumin ram kimda qanaqa, yaxshimi yomonmi, kommentda o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qoldiring. Lekin hamma narsasi yaxshi. Bir joyi bor. Undan keyin bu velosipedda amortizatsiya yo'q ekan. Ilka ekan o'zi, amortizatsiya yo'q ekan. Shu yeri bor ekan. Minusdan. Tormozi bor. Yengilligi bo'ladi, yengil. Velosiped qilib haydashga ham bo'ladi ekan.